Hozir o'g'il bolalardan narxi shunaqa bir arzon bo'lib ketganmiki, tepa-teng aytishadi xotini bilan. Men erkak kishi edim, men sal balandroq turay, xo'p deb qo'ya degan gap yo'q. Sen xotiningizsan, xo'p deyishni bilmaysanmi? Aytayapti payg'ambarimiz, nima deyaptilar? Qiyshiq qovurg'a, birodarlar, biz aytgandaqa bo'lmaydi. Ukalar, yangi uylanadiganlar yoki yangi uylanganlar. Sizlar aytgandaqa bo'lmaydi. Mana oqsoqollardan so'raydi. Ya bo'ladimi, hoji aka? Bo'lmaydi-da, to'g'rimi? Otangiz 60 yil, 50 yil turmush qilib, otangiz aytganda emas emas. O'sha otangiz hikmat egasi ekan. O'sha kamchiligiga yuzini yumdi. Gap qatargan bo'pti deb qo'ydi. Karim bo'ldi. Lutf bilan muomala qildi, oilasi buzilmadi. To'g'ri aytyapmanmi? Oson shart qo'yib boshqasi uylanishni. Bu chidamaslik ishi bu. Nasaba shart talaqni ber.